Joziba. Mana shu oltin kurokani sindirib tashlayman agarda bu video sizga yoqmasa. Chunki bu videoda biz kimlar live hackga o'xshasa yutadi, challenge olamiz. Va bizda 3 ta raund bo'ladi. Va har bir raundda biz o'zimizga randomli tushgan live hackni real hayotda o'xshadimi yo'qmi, shu sinab ko'ramiz. Va agarda bizga tushgan live hackga o'xshasa, biz bir ball olamiz. O'xshamasa esa 0. Va bu videoda Sardor, Maqsud va men qatnashaman. Va video oxirida eng ko'p ball yig'gan ishtirokchi mana shu $500 yutib oladi. Shuning uchun ham videoni oxirigacha ko'ringlar. Va endi bo'lmasa video boshlandi. Birinchi raund. Va esingizda bo'lsa o'rtoqlar, har bir live hack challenge'da biz mana bunaqa noodatiy idishlar ichidagi qog'ozchalardan bilmagan holda qog'ozchalarni tanlab, o'sha songa qarab o'zimizga randomli live hacklarni aniqlardik. Va xuddi shu ishni davom ettiramiz. Bo'ldi. Va endi bo'lsa live hackni tanlab olamiz va birinchi kim tanlaydi? Men. Sen tanlaysanmi kimga? Men. Tanla. Qarama. Va endi Sardor ham tanladi. Sardordan keyin bunun ichidagi qog'ozchalarni men tanlayman. Men ham bitta tanlab oldim. Va endi Maqsud tanlaydi. Tanladim men ham. Tanladingmi? Va mana endi birinchi o'lim Maqsud qog'ozni ochishdan chiqqani. Menga 1 tushdi. Endi bu bir ma'ni raqam edi-yu, lekin bu bir ma'ni raqam edimi-yu? O'zi bir ma'ni raqamim edi-ku, lekin mayli senga tushdi do'stim. Demak, senga mana bu live hack tushdi. Va ana endi men o'z qog'ozimni ochaman. O'zbekcha gapiramiz. Ne olacak? Çünkü bilasizmi nega? Nimaga? Bu ham sizning raqamingiz 5. Yela! Demak, Sardorga 5 raqam tushdi va bu ham yaxshi ko'rgan raqam. Va demak, Sardor mana shu live hackni sinab ko'radi. Va ana endi menga necha son chiqqanini hozir ko'ramiz. Menga 4 chiqibdi. No, bu Maqsudning pocherki shunaqa xunuk. Demak, menga mana shu live hack tushdi. Va endi bo'lsam tezda bu live hacklarni sinab ko'rishga ko'chaga ketdik. Va aynan bu live hack challenge'ni boshqa live hack challenge'lardan ajratib turadigan jihat shundaki, bizga kerakli bo'lgan hamma narsani o'zimiz sota olamiz. Endi buni ham sizlar ko'rasiz. Va endi bo'lsam o'rtoqlar biz O'rizor bozoriga keldik va biz mana shu live hacklarni tekshirib ko'rish uchun kerak bo'lgan narsalarni shu bozordan olib olamiz. Hop, qara, Sardor. Hozir menni bu live hack tekshirib ko'rishim uchun nima kerak menga? Menga aslida idishlar kerak va gugurt va sham kerak. Davayt buncha idishlar sotiladigan joy topamiz. Qayerda idish sotiladi bu yerda? Nega mashtaga sotish mumkin? Hop, mayli, ketdik. Salom aka, yaxshimisiz? Aka, bizga idish kerak edi. Bitta mana stakanni qo'ls variantda, bitta yotadigan tovoqchaga o'xshagan. O'rtoqlar hozir menimcha o'z mashtadan topib olib ketsa kerak. Xuddi shu mana shu paytda. Chunki o'rtoqlar kun issiq, odam yomon chanqiydi. Va sham ham sotasizlarmi, sham? Ana o'rtoqlar idishlarni olib bo'ldim va ana endi faqatgina sham olsam bo'ldi. Salom aka, sham sotmaysizlarmi? 261 ga o'tasiz, 260. Bu yoqqa qarab, bo'ldi. Rahmat aka. Bo'ldi. 261 ga qarab ketdik. 272 mana. Salom aka. Sham bormi, sham? Bo'ldi. Bizga bitta dona sham bera olasizmi? Bitta dona emas, bitta pochka bera olaman. Dona sotmaysiz, a? Dona yo'q. Pochka nechi pul, xo'p? 20 ming, kattasi bor 30 ming. Qancha chiqsa ko'rsinchi? Va o'rtoqlar sham ham olindi. Va ana endi navbat live hacklarni tekshirib ko'rishga va birinchi bo'lib men tekshirib ko'raman. Shuning uchun ham men stol ustiga o'zimga mana shu live hackni tekshirib ko'rish uchun kerakli narsalarni qo'yganman. Va bular, kichkina idish, qurishgan o'rinni bosadi men uchun. Va mana bu kattaroq idish, qizil kraska. Shu suv tepaga chiqqanda biz to'liq ko'ra olishimiz uchun oddiy suv ham bo'lsa ko'rish qiyin bo'ladi. Va suv, gugurt va qaychi. Va boshlanishga biz shunchaki Maqsudni o'ldiramiz. Boshlanishga qaychini ocha olamiz. Bu juda qiyin. Va aytgancha o'rtoqlar albatta like bosib qo'yinglar. Chunki menimcha sizlar ham bilsanglar kerak, o'sha bundan buyoqqa kanikulyani dam olish va sizlar kanikul zerikib qolmaslik uchun biz ko'proq video ishlashga harakat qilamiz. Agar sizlar aktivroq bo'lsanglar. Ha mayli, endi bo'lmasam yana mana shu live hackga qaytamiz va hozir qara Maqsud, buni qancha kes olishim kerak taxminan videoda? Mana shu yarmdan kessangiz bo'ladi o'zi. Shoshmang, mana shunaqa bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Mana mana shundan kesamiz, mana. Mana shundan beridan, aynan mana shu joydan. Bo'ldi shu yo'q. Mana shuni chilib ko'tarib qo'ysak bo'ladi. Yiqilib tushsa-chi suvga. Birinchi mana bu tomizni yopishtirib oling, keyin suv solasiz. Shoshasha unaqa yopishtirsangiz-chi. Ne qizarkan. Ha mayli. Bo'lmasa ana endi gugurtni yoqib yopishtirib olamiz tomizni. O'sha yerda qo'lingni. Bo'ldi. Va ana endi buni eriganini to'kamiz va ana endi shamni mana shu yerga qo'yib qo'yishimiz kerak. Qo'lim kuydirmaydimi bu? Bo'ldi. Ana endi o'ylashim o'cha yopishdi va ana endi esa suvni qo'yamiz. Shoshma, oldin suvimizni qanaqadir rangli suvga aylantirmaymizmi? Voy, bular suv ekan, yaxshi to'kilib ketardi hozir. Qanaqasiga buni tomonchiga to'ksak bo'ladi. Mana qopmi? Va ana endi bu suvni qizil rangga keltiramiz. Endi kraska qo'shamiz. Yana bitta. Va ana endi suvni yaxshi aralashtirib olamiz. Hoppa.
Oho, buni qarang, qip-qizil suv bo'ldi va ana endi mana shuni yoniga qo'yishimiz kerak. Bo'ldi ancha. O'rtoqlar, mana shu videoda ko'rsatilgan hamma narsani qildik. Ana endi eng oxirgi finalniy narsa qoldi. Va mana shu finalniy detalga mana bu raundda ball olish olmasligim bog'liq. Va shuni mana shuni kiydirsam bo'ldimi? Va ana endi bo'lmasam finalniy ish, ya'ni mana shuni kiydirsam bo'ldi. Va albatta o'rtoqlar, bu loyihaga ham qo'shilganlar albatta like bosib qo'yinglar va ana endi bo'lmasam ketdik. Naborot kuydirib deydishi. Mana sekin. Ana suvchi. Ko'tarilmadi. Yamanchi yaxshi naporbon ishoninglar. Ko'tarildi demak. Biz ko'rmadik.